Bozordan ko'ra hamma yo'qni narxi Bitta skidka qilib bering mijozlaringizga. Ha, bo'pti. Mashq qo'ymadi. Opa, bozorda sotuv bo'yicha tajribangiz qancha? 27 yil. Shu 27 yil davomida biror marta skidka qilganmisiz? Yo'q. Voy, rostdan hozir mana shu mijozlarimiz uchun birorta zo'r skidka qilib bera olasizmi? Qilib beramiz. Do'konimizdagi skidkaga tushgan tovarlarni obzor qilamiz. Qarang, maktab formula bular oldingi narxi qancha? Oldingi narxi 280 ming bo'lganda, hozirgi paytda 100 ming so'mga tushirib qo'ydik. O, maktabga kakras. Bularchi? Bularda ham hammasini 100 ming so'mdan tushirib qo'ydik. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa kelaverasizlar. Mana bu koftalaringiz buncha chiroyli qancha bular? Qizlarjonlar, bu Turkiyaniki. Asl o'zim olib kelgan 480 ming turadi, lekin hozirda nima men sizlar uchun 150 ming so'mga qo'yib yubordim. Bular hammi? Bularni ham o'zi 380 ming so'm, hozir 150 ming so'mdan olsalar ham bo'laveradi. Mana shu ko'rganlaring hammasi 150 ming so'mdan. Narxlari 280 ming, 380 ming, 480 ming, hammasini 150 ming so'mdan olsalar ham bo'ladi. Voy, men turецкий koftichkalar qaranglar, opa, bular qancha? Bular narxi? Asl narxlari 280 ming, 320 ming bo'lgan, 450 ming bo'lgan, 380 ming bo'lgan, lekin hozirgi sizlar uchun 100 ming so'mdan qo'yib yubordik. Turецкий koftichkalarni qayerda ko'rgansizlar? 100 mingdan sotishganini. Hammasi Julie Fashionda 100 mingdan. Kelarasizlar. Qachon kelasizlar? Sizlarni kutyapmiz. Skidkamiz faqatgina 2 kun, shanba va yakshanba 15-16 avgust kunlari davom etadi. Sizlarni shaxsan Julia opamiz o'zlari kutib oladilar. Xullas kelaverasizlar, o'zim shatda sizlarga xizmatlaringda bo'laman. Hamma yozgi kiyimlarimizga 10% dan 80% gacha skidka bo'lgan. Yangi kelgan tovarlarimizga ham yaxshigina skidka qilib beryapmiz. Lekin bitta gap, skidkani tushirib yubormanglar, iltimos. O'zi skidkani o'zi yurak og'riqlari bilan qo'yganmiz uni. Bir hafta o'ylab, shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Endi qizlar, sizlarga manzilni tushuntiramiz. Y blok 2-bosqich 150-51-52 magazin. Shu bapochkamizdan bilib olsalaring bo'laveradi. Katta qilib Julie Fashion deb yozib qo'yganmiz. Kelaverasizlar, kutamiz sizlarni.